Uzun CSS dersi 13. kısım. CSS text formatları. Birinci text bezeş. Bunun asaslıq text decoration xarakter arqılıq belgileşik buldu. Ona ait qızqarlıq format ünümü təminlegen bulup 5 xil qimmatni oldu. Mesela noun deganimiz aslidagi qimmat underline text ostiga siziq chiqarish, ya'ni HTMLdagi yuqatgichi bilan o'xshash unumi. Overline text ustiga siziq chiqarish, line through text o'ttirisiq siziq chiqarish, blank textni chaqintib ko'rsatish. Bu Netscape Turko'rishga blank xatkichi hisoblanadi. Buning unumi qaraydigan bo'lsak, mana bu 5 xil xat unumini biz ko'rsatib bergan. Buningki mana asli kodga qaraydigan bo'lsak, mana noun, underline, overline, line through, blank deb mana 5 xil unumda mana ostiq siziq, ustik siziq, o'ttirsiq siziq va mana chaqnitish unumi mana ay 8 tor ko'rgishda ko'rinmaydi. Texmi yuqori darajali tor ko'rgishda mana unumni ko'gil bo'ldi. Anaki ikkinchi quruq ifodani bir taraf qilish. Buni biz white space xarakteri orqali belgilash bo'ldi. O tekstdagi bo'shliq qurolmashtirish va tabiiy ifodalarni ishlatishimizga ta'sir qiladi. Uning qiymatini normal deb berganda barliq bo'shliq ifodalarini birlashtiradi hamda qurtashlash ifodasini qoldiradi. Qiymatda bo'shliq ifodasi birlashib ketmaydi, qurtashlash ifodasini elib qoldi. No wrap qiymati tekstning qurtashlanib ketishining oldini oldi. Buningga biz shu white space'niki xarakter qiymatlariga qaraydigan bo'lsak, mana bu preline, normal, no wrap, pre-wrap deb mesela mana bu bo'shliq ifodasiniki bir necha bo'shliq ifodasini qo'ygan vaqtda uni birlashtirmamdi yoki saqlab qolamdi. Ama bu quruq o'tkash belgisi, ya'ni enter knopkasini bosgan vaqtimizdagi shu belgini saqlab qolamdi yoki amaldan qoldiramdi. Avtomatik quruq o'tkashni cheklamamdi degandek mushkul holatda bo'ldi buning qiymatlash doirasi. Uningki qo'shimcha bilan tekst yo'linishi. Odatda mana bu direction xarakteri tekst yo'linishni ifodalaydi. Uning ikki xil qiymati bor. Birisi RTL, ya'ni right to left degan so'zning qisqartirilmasi mana bu. Bu o'ngdan so'lga, ya'ni uyg'urcha, arabcha qatorliq so'zlarni bir taraf qilganda yoki mushkuldagi to'g'ri bekatlarni tuzgan vaqtimizda shu HTMLniki umumiy element qismiga shu direction qismini o'ngdan so'lga to'g'rilandi xat deb işte aniqlab berib o'tamiz. Anonki left to right, soldan o'ngga, inglizcha, xoncha qatorliq shu soldan o'ngga yoziladigan xatlarga nisbatan shu tekst yo'linishini LRT qilib belgilaymiz.